Sen itti bolasi. Qahramonimiz kelibdi-ku. Etudimazan topaman deb. Xonimlar va janoblar, qarang, siz bizni koshonaga qadam ranjida qilib, bizni juda xursand qildingiz. Bu yerga hali bunaqa qimmat kiyimda hech kim kelmagan edi. Janob kuryer, xush kelibsiz. Ichkariga marhamat. Kim bu xizmatkorni ichkariga qo'ydi? Bu kulgili emas. Janob kuryer, bir qoshiq xonimdan keching. Sizni kayfiyatingiz ko'tara olmadim. Kiyimlaring juda ajoyib. Bugun ofisimizda fashion kechaligidan xabarim yo'q ekan. Bo'lmasam, men ham yangi otdan kiyinib kelardim. Ming bor uzra. Yalanga yo'qligi ko'rinib turibdi-yu. Hozir bunga qarasam gunoh. Bu ishchi kiyimim. Ha, yo'q-e, sizni ishchi kiyimingiz ham bormi? Ama sizni katta biznes egasi deb o'ylayman, ha. Qatdan bunaqa bejirim oyoq kiyim oldingiz? Bu Loro Piano'ni oxirgi modellaridanmi deyman, ha? Ko'p. Xudiyam oldin bitta bilsa kerak. Gapirmang. Do'kon nomini aytib o'tirmang. Men bir umr pul yig'sam ham bunaqa oyoq kiyim ola olmasam kerak. Zato o'zimni pulimga olganman, adam olib bermaganlar. Sen itti bolasi. Nima deyapsan? Hozir sandab bani boru, tilingni kesib, ko'tingni tiqib qo'yaman. Davay kuryer. Qani, bitta o'yinga tushib ber. Xotiron soqim beraman. Qani, davay. O'yna. O'yna. O'yna davommi? O'yna davommi? O'yna davommi? Tepma, buni ichida ham bor-ku. Mehmonni ham shunaqa kutib olishadimi?